Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, aziz uzum shinavandalari, kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar bilan yana bir bor efir orqali ko'rishishdan mamnunman. Hammalaringiz sihatli, xotirjamlik bilan yuribsizlarmi? Bugun demak sizlarning e'tiborlaringga ozgina vaqtlaringni agar ayamasalaring bitta yangi nav bilan tanishtirish ilinjidaman. Xudo xohlasa, mani hovlimda 2-yil hosil berishi o'tgan yili nishona hosil bergan edi. Bu yil endi deyarli rosmana hosil desa ham balki o'rinli bo'lar. Demak, gap Shennikov Oleg Nikolayevich, bu ukrainalik seleksioner. Shuni bir mehnat mahsuloti bo'lgan. O'ta erta pishar deganimizda, demak, internetdagi ma'lumotlarga qaraganda 85-95 kun. Bu degani eng nima erta pishar men biladiganim bu chilgi uzum rombik. Menda hozircha yo'q undan keyin hali Kataloniyaga ketadi. O'sha rombik bilan deyarli teng pishadigan uzum navi ekan. Buning nomi demak ledinka. Men yerga yozib qo'yaman, adashmovchilik bo'lmasligi uchun. Demak, 85-95 kun yetilish muddati. Chilgi uzum hisobida har qayerda ham o'zini shunaqa qilib ko'rsatyapti, chunki Kataloniya rang olib pishish arafasida bunga ham mazza kirib, shakar kirib, nordonligi yo'qolishni boshlagan edi. Demak, uzumni internetdagi ma'lumotlarga qaraganda vazni, uzum boshini vazni 700 grammdan 1 kilogacha, balki 1,5 kilo ham deb qo'ygan joyi bor. Mendagi hozir mana sizlarga ko'rsatib turganim o'rtachasi, mana u ikkinchi boshi bo'lsa, mana sal baquvvatrog'i. Bunisi endi taxminan bir 300-400 gram kelsa kerak. Tajribamdan kelib chiqib, hozir endi taroziga kesib qo'ygim kelmadi. Lekin bir ikkita donani uzib sizlarga xudo xolisa xarakteristikalari bilan tanishtiraman. Hop, mana uzumimiz, mana bu yerda bir ikkita yirik donlari bor ekan, olamiz. Novdalarini mana ko'rib turibsizlar, bugun 29-iyun. Uzum boshigacha bo'lgan qismi yetilishni boshladi. Menda unaqa kuchli o'sgan yo'q. Ulamada bo'lganligi balki sababli payvandagida ta'siri bo'lishi mumkin. Demak, uzum donlarimiz ustida o'zini tabiiy changi bo'ladi. Qobig'i, ehtiyot qobig'i, bu mana bu yerlar qizarib turganlar quyosh nuri va barglarda ishqalanishi oqibatida juda chiroylik. Buni endi qiziqtirgan tomoni, bir ikkita, uchta qiziqtirgan tomoni bor edi menda kolleksiyamda paydo bo'lishi. Birinchisi, bu men uchun juda bir ahamiyatli bo'lgan muskat tamli uzum. Kuchli muskat tam. Har qayerda kuchli muskati bor. Ikkinchisi chilgi uzum. Birrasi erta pishadi. Bizning dasturxonlarimizga hali bozorda eng nordon haliga chilgi, g'o'janekka bir-biriga niq bo'lib pishadigan kichkina voschalar taklif qilinib turgan paytda, bu mana ko'rib turibsizlar, donalari chachala don, bir-birini siqmaydigan, juda chiroyli holatda turibdi. Dasturxonni ko'rki bo'lishga arziydigan. Hop, o'sishi juda kuchli ekan. Internetdagi ma'lumotga qaraganda menda ham bor, endi o'rtacha o'syapti. Kuchli deya olmayman. Bundan kuchlilar hozircha bor. Balki o'zini tomiriga o'tkazilganda yoki bir payvandek o'ziga mosi topilganda shunaqa har qayerda o'sib ketar. Juda nastroykasi bu Brix'ni ko'rish qiyin, bilasizlar. Demak, 15 Brix shakar to'plabdi shu bugungi holatga. Aytganimdek, Daniyaga 4 ta chiqdi, mana ko'rib turibsizlar. Daniyalar deyarli yetilib qolgan, lekin hali ozgina bor baribir. Kislota, nordonlik umuman yo'q. Shakar mana ko'ryapsizlar. Tomoqni qirmaydi, lekin nordonsiz uzumni bemalol yeyish mumkin. Kuchli muskat, yaxshi muskat, aniq, tiniq muskat. Mana bularimiz ham mana lizinka. Novdalar pishyapti. Betdagisi o anchagina pishgan. Mevadan keyin ham anchagina joyi pishgan.
3 4 bo'g'ni o'tib pishgan. Chiroyli rangimni ko'rib turibsizlar, yaxshi oq rang sarg'imtirga yaqinlashyapti. Donlari endi hozir 5 gram, juda nari borsa ko'pi bilan 10 gram bo'lishi mumkindir balki. Yaxshilab agar kuchayib olsa. Shu bilan hozirgi kunga menda bor ma'lumot shu. Boshqa narsa esdan chiqmadi shekilli. Rozi bo'lasizlar sarflagan vaqtlaringga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.